Bir ish boshlasam doim begonalar qo'llab-quvvatladi. Yaqinlarim jim kuzatishdi degan gaplarni, videolarni ko'p ko'ryapsizlar ham. Bilasizlarmi, qanaqa odamlar qo'llab-quvvatlamaydi? U tanish bo'lsin, notanish bo'lsin, o'zini qalban, ruhan sizdan past ko'rgan, sizni o'zidan yuqori ko'rgan odamlar qo'llamaydi. Ular biladi. Ozgina qo'llab-quvvatlasa ham siz birdan o'sib ketishingizni, ular qo'llamasa ham siz o'sha oldingizga qo'ygan maqsadingizga yetishingizni bilishadi, sizga ishonishadi. Sizdan doim qo'rqishadi. Ana shunaqa odamlar qo'llab-quvvatlamaydi. O'zini ichida samotsenkasi baland bo'lganlar, o'ziga bahosi baland bo'lganlar bo'ladi-yu, ular qo'llaydi. Ular farqi yo'q, begonami, o'zinikimi qo'llaydi. Chunki biladi, o'zini yo'li boshqa, karvon ko'p rizqi bo'lak degan narsalar Alloh hammani omadini alohida odamni o'ziga berishini biladi.